Qiymatini boplabsizlar, ha? Haliginga zo'r ekan-da, savdogarlarga ham, ha? Shunda qo'yib turmanaga narsani qo'yib sotilaveradi. Zo'r chiqibdi lekin, mana. Bu 3,5 kam bor. Qanchaga sotmayapsiz aka? Hozir 208 keldi, so'radi berdim. 208 ga sotilmayapti ekan. Bu nimaga yuradi aka metan? Ular o'zingizlar aytasizlar. Aka, dehqonidan pul kerak bo'lib turganda yili yangi texnika arzonidan olaman deganlar mana o'rtoqlar foydalanib qolinglar. Ertaga qidirib yurasizlar, to'g'risi. 15 mingga olgan ekanlar. Shunaqamidi? 15 mingga olingan 24 qancha yurgan? 56. 56 ming yurgan ekan o'rtoqlar. Aka, murod maqsadimiz qancha? 12,5 beraveramiz. 12,5 akalar. Endi oz pul emas, lekin mashina ham shunga yarashadi. Qaranglar. 12,5 ga bunaqa mashina olish qiyin o'zi. Misol bozorga chiqsanglar ham, misol olib sotganlar ham berami yo'q bilmayman, lekin dehqonlarda aka o'zinglardagi, to'g'rimi? Qancha yurgan aka? 56. 56 ming yurgan. Kraskasi mana shu, ha? Chaqa-chuqasi bor hali. Urilgan, DTP avariya bo'lmagan. Akalar, foydalanib qolinglar. Bu Star Plus modeli bu. Ya'ni dubl salon. Ular qimmat bo'ladi. Ko'ringlar, konditsioner, ABS, ha? Hamma qulayliklari bor. Hamma yo'q bor. Endi ajdaniya bo'lyapti. Shunga sotib faqat naqd kerak ekan. Pulinglar bormi? Maza qilasizlar, olinglar, xudo xolasa. Necha metr bo'ladi? 270 mi? 260 bo'ladi, uzunligi yeni 170. 260 ga 170, ay. Ana tentlari ham bor. Tagi rezinkalar tashlangan. Yoniga lis qilsangiz qilasiz, bo'lmasam yo'q. Ana motorlarda ishi yo'q, aka. Bu nechta 122 ta bo'ladi, nechta bo'ladi? 122. 121 motor, ha? Ha, olinglar, shu 12,5 bersani minib kelsin deb aytishyapti o'rtoqlar. Xudo xolasa maza qilib minasizlar. Bu yangisi, bu dubl salonlar qimmatroq yuradi. Yakkalari 14,5 mi shunaqa, yangisi shunaqami? 16. Bu 16 ming hozir. 26 larda. 24 aka. Oxir 12,5 ga kim olsa mana sotdim deb turdi. Ikkitadan bir emas, ikkita gaz balon bor ekan-a? Ha, bitta 90 talik, bitta 65 talik. Rasululloh qo'shdi. Buni hech qanaqa qarz-parzi yo'q, ha? Yo'q. Kredit. Hech bo'ladi. Bo'ldi. Bering nomerni. 93lik. 93lik 945 945 66 75. 66 75. Ismingiz nima edi? Inomiddin aka deb murojaat qilinglar. O'sha Saroydansizlar, ha? Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan olib maza qilib ishlatinglar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu o'rtoqlar boshlovlarimiz mana shu Namanganda zavodskiy lavos qatoriga keldim. Narxlarni bir bilib ketaylik. Nech pul bo'lyapti, aka? Qanchadan savdo bo'lyapti? Aka tushyaptimi? Bozorlarmi? Ha. Bu prognoz beringchi. O'zingiz ichidasiz-ku. Yo, o'sha-o'shami? Ism. Pastlayaptimi, ko'tarilyaptimi aka? Aytavering. Pastlayapti. Xo'p. Akamizda nechta bor aka sizda? Hozir 2ta bor. 2ta zavodskiy hammasi, ha? Necha yil aka buni? 24. 24-yil. Tozami, bormi? Toza. Top-toza. Qancha yurganmiz? 46 ming. 46 ming yurgan. Bu hammasi qilingan, ha? Full ba? Chexol, polik, ha? Shumkani endi qilib oladi, ha? Bu. Yurgani 46977. Shu o'zini yurgani. O'rtoqlar endi. Xo'p. Lislar qilingan, taglari mana rezinkalar tashlangan. O'rtoqlar zavodskiy narsa, toza narsa ekan, metani bor ekan mana. Tayyor, xudo xolasa. Xo'p, narx tushyapti deyaptilar. Nech pulga tushirib beramiz aka endi? Bir tushiringchi narxni aka. Narxni aytaymi yo'q, qilgan bahosini aytaymi? Menga qilgan bahosi qiziq. Qani? Nech pulga sotmaysiz? 6300 ga bermadik. O'zi bozorda qancha tursiz? 6800 vatdik. Ha, 63 ga necha turibsiz? Oz qoldimi? Qo'shqanga ketdi, xudo xolasa. Ozmoz bor. Ozmoz bor ekan. Xo'p, o'rtoqlar bu yaqin savdosini qilaver ekansizlar. Bu yili necha? Bu 26. Hozir telefonla olib beraman o'rtoqlar. 26-yil toza. Toza. Qancha yurgan? Yo'q, bitta petni olsa bor. Ha, chizilgan joyi. O'zi petni qilib bo'ldi, ha. Yengil qirilganmi? Qancha yuribdi ekan bu jonivar? Qani? 11039 kilometr ekan, ha? Salon holati ekan aka? Gazi bor.
Haligi bar qo'yibsizlar ya shunaqa chiqyaptimi hozir? Qo'yilgan a? Bunaqa chiqarmaydi-da. Xo'p, o'rtoqlar, endi olganingizdan keyin yangi labo ekan, sizlar salon. Baribir list qilasizlar, rezinka tashlaysizlar, metan o'rnatasizlar yo bormi? Metani bor. Metani bor ekan. Chexol, polik qilar ekansizlar. Xullas, mana shu texnika nech pul aka? Buni narxi 7800. Kam bor. Kam bor. 78 kam bor. Kami qancha ekan usta? Kelishamiz-da. Kam bor. Shu turishiga shu 7 ga berib yuboramizmi aka? Yo'q, Ha. Qo'shadimi 7 ga? O'rtoqlar endi labolar bilasizlar 200, 300, 400 ja 400 raznica o'ynaydi endi misol. Bunaqa 1000, 2000 tushib yuborilmaydi. O'shanga xullas 7 ga bo'lmasa ekan, yetmay qolsa-chi aka? So'raverasizlarmi? Mana 4000 pulim bor aka. Men ana shu kesilganini olmaydi, zavodskiy olgim kelyapti, lekin 2 oyda qilib beraman. Dehqonchiligim pishsa desa nima qilamiz? Bo'ladimi? 2 oy bo'lsa, 1 oyga bo'lsa qo'yib beraveramiz. 1 oyga. Telefon raqam bering. 94lik 94lik 155 155 83 83 30. 30. Ismingiz nima edi aka? Nodir. Nodirjon aka deb murojaat Sizlar olmasliksizlar, a? Olmaslik mana o'sha lava olib sotadigan akalar. Bozoringlar bersin aka. Xo'p. Rahmat. Xo'p, tentinglar nech pul bo'pti? Bu zavodmi? Necha? 20-yil tentinglarga 5,5 mingga olib berib yuboraman deyishyapti. Hammasi bo'pti bu. Listlar qilingan, hamma yo'qi bor ekan. Metanlari bor. Sizga ham zavodmi? Bo'ldi. Metanlari bor, hamma sharoitlari bor. O'zimizdan ekan. Assalomu alaykum. Nazgar aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Rahmat. Nech pul qilib beramiz aka? Yo'q, mashinangizni olib. Qancha yurgan? 223 ming. 223 ming yurgan aka. Taqalishi aka, oxiri 5 ming pul. 5 ming. Mashina tozami, bormi? Bor, eshikda bor. Stoykasida bor. Stoyka ishlarda. 5 ga qilib beramiz, oxiri. Telefon raqam 94 94 149 149 49 49 10. Murojaat qilinglar, bozoringlar bersin, dokumentlar joyida. Ha. Sheritda akamizniki ham bor ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Bu tayyorlangan ekan, ha? Lekin bu koreyskiy. Koreyskiy qanaqa, van bo'lganmi? Koreyskiy labomi yoki van bo'lganmi aka? Ha, koreyskiy damasni lab kesib labo qiling. Bu tentini boplabsizlar, ha? Haliginga zo'r ekan-da, savdogarlarga ham, ha? Shunda qo'yib turmanaga narsani qo'yib sotilaveradi. Zo'r chiqibdi lekin, mana. Qaranglar. 98 dedingizmi? Nech pulga qilib beramiz aka endi buni? Men so'raladi bozorda. Probega aniqmas, ha? Endi o'rtada motor qilingan. Motor qiling. Motor qanaqa motor? Ha, injektor motor, ha? Normal. 98-yil o'rtoqlar. Mana hammasi Ballonlar zo'r. Mashina tortishi zo'r. Most, korobka, nima ishi bor? shu yo'q, faqat minish kerak. Minish kerak. Yashang, yashang. Ha, nech pul narxi aka? 3 to'layapti, 3. Shu yarim deyapmiz, kelishaveramiz. 3mi, 3mi, 3,5? Kam bor. Kami bor. Qanchaga sotmayapsiz aka? Hozir 208 keldi, so'radi bermadi. 208 ga sotilmayapti ekan. Bu nimaga yuradi aka metan? Nechta bor? Propanda? 65 talik propan. Telefon raqam bering. 99 619 1078 telefon qilinglar. Ismlari? Mon telefon nomeri ismlari kim? G'ofurjon aka. Bozoringlar bersin. Sandiqlari bor ekan. Ramalari butun, xudo xolasa. Tozami? O'rtoqlar 25-yil. Top-toza ekan, 7,5 ga kelishtirib beraman deyaptilar. Zavodskiy qiziqinglarchi? O, buyuk bor tintga ham qo'yibsizlar, dokumentlar, ha? GBA, SPG. Tenti yo'q. Yo'q. Tent bor, bort tent. Tenti yo'q-ding. Dokumentga ruxsat qilib qo'yibsizlar.
Xo'p, linoleumlari bor, sidena chexollar, hamma yo'g'i yaxshi. Endi afshifga qilsangiz qilasiz, bo'lmasam yuraverasiz. Yurgani 32850 kilometr yuribdi. Rezinkalar tashlangan, tunnikalar qilingan. Yoqilg'isi metan zashtniklar qo'yilgan, xullas yangi texnika. Qanchaga taqaymiz narxini? Kelishaveramiz. 7 dan tushami, tushmaydimi aka? 7 dan past bo'lmadi. 7 ga qo'shadi. 7 dan qolsa-chi 5000 puli bor ekan, bormi? Pul beramizmi 1-2 oymi? Naqdga. Yo, barter ham bor-a? Telefon raqam. 94 306 79 99. Ismlari? İsmleri Baxtiyor. Baxtiyor aka. Bozoringlar bersin. Mana koreys kimdan ekan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Zavodskiy, a? Propanda injektor konditsionerlargacha ishlab turibdi. Voy yashang. Necha yilda? 13. 13-yil. Toza bor? Top-toza aka. Kraskasi-ya? Yo'q. Aytib miyatinasi bor. Ha, petnolari bor-ku, lekin atak urilmagan mashina. Injektor bo'ladi, motor. Tortishlari zo'r aka. Barlar ham yo'q. Afshifka, chexol, pexol. Xullas, вообще maza. Xo'p, listlar ham koreysk shekilli. Listlari qalin nimadan qilinibdi, ko'ringlar. Kiyalarga qiladim buni. Sandiqlarigacha bor. Zavodskiy propanida. Nechta bo'ladi zavod buni? Propanimi? Ha. Shu propan yuradi xolos, ha? Bezga yurmaydi. Qancha yo'l bosgan? 400 ming. 400 ming. Qancha qilardi ekan pulini? Endi pulini 5,5 ming o'tib beramiz. 5,5 ming kami bor. Akalar, narx chiroyli tushibdi bari. Men 5 yildan shu yerda yuraman-da. Koreyskilar ilgari 10 ming, eng arzoni 8,5 9 ming shunaqa bo'ladi. Telefon raqam bering endi aka. 70lik, hop. 119 00 18. 08. Ismlari? Shohjahon Mojid qilinglar. Variant barter bormi? Naqdga. Bozoringlar bersin. Tek 23 ming, 23-yil 70 ming yurgan toza. Qancha narx? 6,5 tushib beramiz. 99lik 052 89 89 mana o'rtalar. Tayyor. Hamma ma'lumotini yozib qo'yibdilar o'zi. Tayyor ekan. Linoleum qilib qo'yishibdi, chexol kiydirishibdi, afshifga qilsangiz qilasiz, bo'lmasam yuraverasiz. 70 ming probeg ekanmi, shunaqami? 71 ming 62 kilometr ekan. Propan aka? Propan. Bunga ham shunaqa koreyskiy listdan qilib cho'tkisdan mana. Mana propanda benzinga ham yuradi shekilli. Qancha qilib beraman desiz? 6,5 tushib beramiz. 6,5 kam bor ekan. Sotmaganda bo'ldimi? 6100 ga bermadi. O'g'y. Naqmasmidi? Naqd ozgina qo'shilsa beramiz. 4 pulim bor ekan. Kelsa bo'ladimi 1-2 joyga? 2 joyga emas, 1 oyga keladi. 1 oyga kelsa bo'ladi. O'rtoqlar, telefon raqam 99 052 89 89 aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa olib maza qilinglar. Bozoringizni bersin aka. O'rtoqlar, yana bitta koreyskiy topib oldim. Ko'kida injektor motor. Konditsioner ishlaymi, ishlamaymi aka? Bilmayman. Ulatish kerak. Xo'p. Qancha yurgan? 690. 690 ming yurgan ekan. Endi kraskasi bor ekan aka. Udari yo'q ama. 2010 desa, 10-yil o'rtoqlar, ko'ringlar. Ana. O'ynaylar elektron, injektor motor, ishingizni qilaveradi, xudo xolis. Propanda aka? Ya metanmi? Ya metan ekan mana. Listlari bor, tayyor ekan. Bu 220 zavod o'sha uzun, ha? Ana.